Akalar James sotib elektromobil olgan akalarni eshitganman, lekin Mercedes BMW sotib elektromobil olgan akalarimiz birinchi marta bor. Aka, nimaga aynan elektromobil olasiz? Bunda podpishchilik aytib bersangiz. Elektromobil BMW ham, Mercedes ham xuddi shu qilgan ishni ular ham qiladi va bitta mashina hammasi 2-7 sekundda 100 ga chiqar ekan. 150 millik, 100 millik mashinangiz ichida ham xuddi shu sharoit, xuddi shu atmosfera ko'p joyi. Endi bizga oilamizga shu ma'qul kelgani uchun 11500 ga mana shu mashinani tanlab, mana shu mashinani oldik. Alloh xayrli qilsin. Lekin yurishlari ham, tezligi, hamma tomonlama bizga ma'qul bo'ldi. O'shanga mana shu mashinani tanladik. Sizga rahmat. Bundan oldin qanaqa mashina haydagansiz? BMW haydaganman. Mashinangiz bundan bir aytib bersangiz. BMW haydaganman. Endi nechinchisi ko'p albatta u eng kamidan 20 tadan ko'p desak bu bo'ladi endi, hammasini eslolmaymiz. Ammo juda ham yumshoqligi, aytganini qilib berishi, bizani yo'lligi ham mos kelishi, bu jihatlama hammasi bizga ma'qul keldi. Elektromobil bepusht qiladi, tuklarni to'kib yuboradi degan internetda ko'p kontentlar chiqyapti-da. O'shalar haqida fikringizni aytsangiz. Yo'q, unaqa narsalar yo'q. Endi hammaga har xil, hamma bir xil emas, lekin men o'ylashim bo'yicha qanchalik ko'p yurish, hozirgi kunda hech kim masalan 7-8-10 soat balki yurayotganlar ham bordir, lekin 1-2 soat ichida haydaganlarga yoki 3-4 soat haydasangiz ham bu mashinada unaqa bo'ladi deb o'ylamayman. Endi qo'yanni bilmadim. Okay, yaxshi kunlaringizga yursin. Fikrlar uchun rahmat. Rahmat kattakon sizlarga. Yaxshi kunlaringizga yursin. Rahmat. Agar sizlarga ham shunaqa buyurtma asosida tayyor mashina kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Xohlagan to'lovsizda, xohlagan mashinani 30-35 kun kutish sharti bilan olib kelib beramiz. Akalar, e'tibor beryapsizlar, o'sha BMW, Mercedeslarni sotib akalar elektromobil olishyapti. Havas qilganlar hammasiga nasib qilsin. Jahon Motors yaxshi kunlarda xizmatda.